Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib turgan aka-ukalar va opa-singillar, yaxshimisizlar? Va nihoyat sizlarga men ish chiqaryapman. Ayol kishilarga ish topib qo'ydim. O'g'il bolalar ham ishlasa bo'ladi. 18 yoshdan 25 yoshgacha bolalar kerak, chaqqon bolalar kerak bu yerga. Hozir bu yerda chivarchilikda bilayotgan, hunari bor opalarimiz bo'lsa, yoshini ahamiyati yo'q ayol kishilar uchun. Moskvada, Mitrosholkovskda Moskvani va Moskovskiy oblast patent bilan ishga qabul qiladi. Трудовой договор bilan ishga ofitsialni. Uydan telefon qilib, brigadlarni aka-ukalar telefon qilib, bezovta qilmaysizlar degan umiddaman. O'tgan ham bu yerdan video chiqarganman. Yana men chiqaryapman. 1 yil oradan vaqt o'tyapti. Ishchilar ishga qabul qilyapti akalarimiz. 40 ga yaqin odam kerak. Qisqachagina reklama Moskva va Moskovskiy oblast bo'yicha трудовой договор xizmatlari kerak bo'lsa va deport zapletingizni tekshirmoqchi bo'lsangiz, shaxsan meni o'zimga WhatsAppdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Faqat dokumentalni odamlar ishga qabul qilinadi. Ushbu videomizga bir donadan like bosib qo'yingizlar va videoni oxirigacha ko'rib bo'lganingizdan keyin kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketingizlar. Bu yerda ishlayotgan opalarimiz qanchadan qanchagacha pul topayapti, nima sohada, islovalar qanday, shular haqida sizlarga ochiqchasiga ko'rsatib boramiz. Kuzatishda davom etingizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? 3 yildan beri. 3 yildan beri. Siz hozir nima sohada ishlayapsiz? Texnolog. Texnolog. Yangi kelganlarga ish o'rgatasiz, shundaymi? Ha, ish o'rgataman. Sizni oyliklaringiz qanchadan qanchagacha chiqadi? 150 mingdan 200 minggacha. 150 mingdan 200 ming rublgacha. Bu yerda ish объемmi qanday? Объемga ishlashadi. Yangi kelganlar vaqti ishni bilmayotgan opalarimiz bo'lib qolishi mumkin. Endi ular объемga ishlasa, примерно qanchadan qanchagacha oyiga topsa bo'ladi yangi kelganlar? O'zini ishlashiga qarab, bir haftada o'sha o'rganib ketsa bo'ladi. Mashinka ishlatishni biladigan odam bo'lsa. Tushunarli. Aka-ukalar maksimalni shu 80-100 mingdan shu yangi kelganlar harakat qilib boshlasa, shu opalarimiz topayotgan pulni topsa bo'ladi. Shunchadan shunchagacha oylik aytilgan edi, bizga buncha chiqyapti deyish negativ fikrlar bo'lmasin. Sizlardan iltimos, harakatga bog'liq. Hamma joyda harakatingizga, mehnatingizga qarab pullaringiz beriladi. Opa, assalomu alaykum. Siz qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? Men 6 oydan beri ishlayman. 6 oydan beri nima sohada ishlayapsiz? Men upakovkaga kelganman birinchi kelganimda 90 ming oylikda ishlardim. Undan keyin 6 oyda harakat qildim. 120 mingdan 150 minggacha pul topaman hozir. Hozirgi kunda. Ish vaqtlarimiz 8 dan 8 gacha. Obedimiz, qolgan hamma rasxodlarimiz o'zimizdan. Ishi nimamiz yaxshi. Shu bizni kuzatib turgan opa-singillarimizga, aka-ukalarimizga nima deb qolasiz ishlayman deb yurganlarga? Kelishsin, ishlaysin, harakat, hamma faqat harakat. Harakat qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi, barakasini beradi. Gap yo'q, opa, qarang. Siz 120 mingdan 150 minggacha oylik olaman deyapsiz, topaman deyapsiz ob'yomga ishlab. Siz shundan qancha rasxod qilasiz va qancha toza uyga pul chiqarasiz sir bo'lmasa? Uyga $1000 oshiq pul chiqaraman. Qolgani rasxodlarimiz, patentimiz, yeb ichimiz. Mana opamiz $1000 ziyod oyga pul chiqaradigan uyga, aka-ukalar. Hozirgi kunda rasxoddan tashqari. Siz qancha chiqarasiz sir bo'lmasa uyga, rasxodlardan tashqari? 1300 so'm. Tushunarli. Mana ko'rib o'zlaringiz guvoh bo'lib turibsizlar. Nima deymiz? Hozir video davomida ishlayotgan opalarimizni ish jarayonlarini ko'rsatamiz. Ish ma'qul kelgan bo'lsa, ushbu videodagi nomerga telefon qilib ishga kelib joylashishlaringiz mumkin. Yana aytib o'taman men. Ekrandagi nomerga faqat Moskva va Moskovskiy oblast patent bilan ishga qabul qiladi. Uydan kelsangiz bo'lmaydi. Boshqa joyda regionida ishga qabul qilmaydi. Faqat Moskva va Moskovskiy oblast. Yotoq joylaringiz o'zlaringizdan yeb ichar, hamma rasxod o'zlaringizdan bo'ladi. Faqat ishlaysiz, bu yerda soqqani qilasiz, tushunlaringiz degan umiddaman.